Kennedyning o'ldirilishi bo'yicha maxfiy hujjatlar e'lon qilindi. Xo'sh, nimalar ma'lum bo'ldi? Jon Kennedyning o'ldirilishi 20-asrning eng sirli fojialaridan biri hisoblanadi. 1963-yil 22-noyabr kuni Dallasda AQSh prezidenti kortej harakati chog'ida otib o'ldirildi. Rasmiy tergov natijasiga ko'ra, qotillikni Li Harvey Oswald sodir etgan deb topilgan. Ammo hanuzgacha ko'pchilik bu natijalarga shubha bilan qaraydi. Prezidentlik muddatining dastlabki kunlarida Donald Trump ushbu ish bo'yicha tahrirlanmagan fayllarni ommaga e'lon qilish to'g'risida farmon chiqardi. Va 2025-yil 17-mart kuni ushbu voqeaga oid minglab maxfiy hujjatlar oshkor qilindi. Xo'sh, nimalar ma'lum bo'ldi? Li Harvey Oswald. Yangi hujjatlarga ko'ra, u hech qachon KGB agenti bo'lmagan. Sovet maxsus xizmatlari unga faqat kuzatuv olib borgan, ammo hech qachon nazorat qilmagan. Fidel Castro hujjatlarga ko'ra, Kuba AQShga qarshi harbiy urush boshlashni rejalashtirmagan. Avstraliya maxsus xizmatlari AQSh elchixonasiga noma'lum shaxs qo'ng'iroq qilib, Moskvadan Kennedyni o'ldirishga buyruq berilgan deb aytgan. Biroq Avstraliya maxsus xizmatlari bu shaxsni aniqlay olmagan va uning so'zlariga ishonchsizlik bildirgan. Endi nima bo'ladi? Hujjatlar e'lon qilinishi davom etmoqda. Asosiy savol esa haligacha ochiq qolmoqda. Ushbu yangi dalillar Kennedyning o'ldirilishi haqidagi tasavvurlarimizni o'zgartiradimi? Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time.